Biz haqiqatan intayin qiyin bir vaziyatda yashayapmiz. Biz Allohning xalq, millat, jamiyat va davlatlardagi qonuniyatlar asosida yo'l xaritamizni to'g'ri chizishimiz va bu qiyin o'tkaldan muvaffaqiyatli o'tish uchun Qur'on Karim va hadis sharif nuri ostida g'alaba va ustunlikni atrofli tushunishimiz intayin zarur. Bizning g'alaba va ustunlikka erishishimiz oson ish bo'lmasa-mu, lekin mumkin bo'lmaydigan ish emas. Bizning turli zulmlarga va dahshatli bostirishlarga duch kelganligimiz va dushmanlarning turli razilliklarini ish qisilish orqali bizni qayta bosh ko'tarish va ustunlikka erishishdan umidsizlantirish natijasida ba'zilarning zehnida biz endi qaytadan g'alaba va ustunlikka erisha olmaydigan o'xshaymiz degan ko'z qarash hukmron bo'lsa-mu, lekin sarxil mutafakkirlarimiz, mujohid va mujtahid olimlarimiz bizning qaytadan g'alaba va ustunlikka erishish vaqtimizning yaqinlashayotganligini ta'kidlamoqda. Düşmanlarning hiyli mikir va suiqasdlarini pash qilib, umidsizlantirish, hatto bosh ko'tarolmaslik razil taktikalarni ichib bermoqda. G'alaba va ustunlikka erishish uchun avval har birimizning biz cho'qim g'alaba qilamiz va ustunlikka erishimiz degan qat'iy irodaga kelishimiz talab qilindi. Ahvol haqiqatan xatarlik. Düşmanlar kech-kunduz harakatda. Shunga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Davomli izlanishga va tirishishga to'g'ri keladi. Biz haqiqatan Allohning ziminiga yaxshi bandalarni varis qildiganligi haqidagi va'dasiga chin dilimizdan ishonishimiz kerak. Alloh taolo mundaq deydi: "Va laqad katabna fiz-zaburi min ba'diz-zikri annal arda yurisuha ibadiyas solihun." Biz Lavhil Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilgan zaburda ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah içinlardaki iman etgan ve yaxşı amellerini kılgan kişilerge ulardan burun ötkenlerini zamanda hükümran kılgandek ularnımı çokum hükümran kılışını, ular üçün tallıgan dinini çokum müstehkem kılıp birişini ve ularının korkunçsini amanlıkka aylandırıp birişini vədə kıldı.